Assalomu alaykum Texnoplus mijozlari. Kir moshina so'raganlar uchun assortimentimiz yana ham ko'paydi. Bugungi videomiz nima haqida bo'ladi? Kir moshinani qanaqa qilib to'g'ri foydalanish, qanaqa qilib uzoqroq xizmat qildirsa bo'ladi, qanaqa qilib toza yuvsa bo'ladi. Shu muammolarga yechim berib o'tib ketamiz. Albatta narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz bitta-bitta. Birinchi bo'lib kir moshinasidan qanaqa foydalanadi? Shuni ko'pchilik so'rayapti, kommentariyada ham telefon qilib ham so'rashyapti. Shularga bitta video qilib javob berishga harakat qilamiz. Hop, kir moshinani masalan oldinglar, qaysi brend bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda o'zida funksiyalari bo'ladi. Kiyim yuvayotganda, kiyimni funksiyasiga qarab turib tanlanadi. Masalan, paxta kiyim soldingiz, paxta material отдельно o'zida yozilgan bo'ladi. Xlopik deb masalan, xlopik deb yozilsa, paxta material solishingiz kerak bo'ladi. Shunda sizga tozaroq yuvib beradi. Обязательно parashogingizga e'tibor bering. Parashog solayotganda ham ko'pchilik kir moshina kirdi solib turib, ustidan to'kib qo'yapti parashogni. U ancha noto'g'ri xato bo'ladi. Kir yuvishga ancha toza yuvishga xalaqit beradigan narsalardan bo'ladi. Dozator degan narsa bekardan-bekarga o'ylab topilmagan. Bu sizga gapirayotgan odam gapiraveradi, ichiga soling, tashiga soling. Bu yoqqa solsangiz, o'zi kachir bilan urib maydalab olib tushib beradi. Agar gel bo'ladigan bo'lsa, solsangiz bo'laveradi endi ichki tomoniga, bu tomonga обязательно parashogni solasiz, o'zi kachir bilan urib maydalab olib tushib beradi. Hop, kirish shunda tozaroq yuviladi, yaxshiroq ko'pirganining hisobiga. Paxta kiyim tanladingiz, masalan, yaxdingiz, paxta kiyim qo'ydingiz, yo bo'lmasam, masalan, ko'pchilik bitta funksiyada yuvaman, uni ajrata olmayman, kiyim ajratmayman deydi. Hamma modellarni ko'rsangiz, deyarli hamma modellarda shunaqa mix yo bo'lmasam smeshniy degan funksiya bo'ladi. Shunga qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Graduslarini ishlatayotganingizda, ko'p kir moshinalarda 0 gradus yuvadi smeshniyda, mixda. Siz uni 40 ga ko'tarib qo'ying. 40 ga ko'tarib yuvsangiz, issiq suv bilan yuvib beraveradi. Hop, endi kir moshinani sal ehtiyot qilib uzoqroq ishlataman desangiz, kiyimni ko'pchilik masalan boricha tiqadi, mana to'lguncha tiqadi. Siz unaqa xato qilmang, kiyimni mana o'rtadan jicha ko'tarib turib kiyim solsangiz bo'laveradi. Shunda kiyim ichlarida yoyilib, suvda kirib, tozaroq yuviladi ham, uzoqroq xizmat qilib beradi ham kir moshinangiz. Yana qo'shimcha nimadir tavsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana nimadir ishlatishda xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, bemalol o'zimizga nomerlarimiz bo'ladi, pastda qoldiramiz, aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Endi ko'pchilik kutyapti, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. 6 kilolik kir moshinamiz narxidan boshlaymiz. Monex firmamizniki 10 yil motoriga 3 yil o'ziga garantiyasi bor, inverter motorli bo'ladi. 12 ta funksiyali, 2 million 300 ming so'm. Zifler so'rayotganlarga, ziflerda 6 kilolik, xuddi shu bilan bir xil, faqat bunda tablo bo'lmasa, bunda tablosi ham bo'ladi. 2 million 400 ming so'm. Xo'p, endi sal ro'zg'ori borroq, sifati yaxshiroq, sal kattaroq modellardan olaman. Ichi gabarit sal kattaroq bo'lsin, lekin 6 kilo bo'lsa ham mayli deganlar uchun mana Rules olib kelib qo'yganmiz. Bunimizni yaxshi tomoni DC inverter motor bo'ladi. 930 gacha ekonom qilib ishlab bera oladi. Xo'p, o'zida 16 ta funksiya, achizga barabar par bilan 3 ta funksiya ishlayveradi. Bu yerda yana Samsunglarda uchraydi ko'proq qo'shimcha chayqashlar ham bor. Ichi gabaritlarini ko'rsangiz bo'ladi. Gabaritlar ham 4-5 kishilik, 3-4 kishilik oilalarga bemalol yetadigan bo'ladi. Endi sal kattaroq kilosi 7 kiloliklar keladigan bo'lsa, 7 kiloligimizni narxi. Bunimiz 3 million 200 ming so'm, Brendo brendi bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqariladi, inverter motorli. Bunda ham u общий 16 ta funksiya, qo'shimcha tablodan yana funksiya qo'shsangiz bo'laveradi. Par bilan yuvadi, achizga barabarlari bor. Ichi gabariti muhimi, kattaroq. Ichi almazli baraban, kiyimlarda g'ajim qilib, tvit qilib, unaqa narsa qilib yormaydi. 2 qavat oynali bo'ladi, kalyonli oyna, sinib ketmaydi, muhimi. Bunimizni 3 yil o'ziga 10 yil motoriga garantiya beramiz. Narxi 3 million 200 ming so'm, rulsimiz 2 million 800 ming so'm. Bu firmani ham ko'pchilik so'rayapti, 2 million 800 ming so'm. Xo'p, endi kilosi sal kattaroqlari 8 kiloliklarga kelamiz masalan mana. 8 kilo ziflarimiz bor, hadavoy, narxi arzon. Narxi arzon kir moshina so'raganlarga tavsiya qilinaveradi. 12 ta funksiya, tablosi bor, qo'shimcha chayqashi, par bilan yuvishi, achizga barabar hamma yo'g'i bor. 10 yil motor uchun 3 yil o'ziga garantiya beriladi. Motori inverter motor, 900 teja, pastroq toklarga ishlab beradi. Hop, yaxshiroq brend so'raganlar uchun mana Lareto LG zavodida ishlab chiqariladi. Brend boshqa, Lareto LG dan farqi. Hop, 2 ta funksiya par bilan yuvadi, 12 ta funksiya bunda ham, mix funksiya eng keraklilardan bor. Оборот zo'r tomoni 8 kilo kir moshinada 1400 оборот bo'ladi. Ko'p 8 kilolarda bunaqa narsa bo'lmaydi. Ichi gabariti qolgan 8 kiloliklardan ancha kattaroq. Bemalol narsa solib yursanglar bo'laveradi. Ichi haqiqiy almazli diamond paraban bo'ladi. 10 yil motoriga 3 yil o'ziga servisi tomonidan garantiya beriladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 3,5 million so'm. Xo'p, endi yana ham brend kuchli
brendlarga o'tishni boshlaymiz. Bir chekkadan Hoffman brendi yangi modeli Pony sensor bilan ishlaydi. Bunimiz Germaniya brendi Germanskiy deb sotilyapti. To'g'ri, brend Germanskiy, lekin ishlab chiqarish joyi Xitoydagi bo'ladi. Deyarli 90% narsalar hozir Xitoyda ishlab chiqarilyapti, Xitoydan kelyapti. Hamma har qayerdagi deb sotaveradi. Muhimi shu Xitoy, tagi Xitoy. Hammasiniki Xitoyda ishlab chiqariladi. Xo'p, bunimizda o'xshi 16 ta funksiya, o'zida ikkita funksiya par bilan ishlaydi, achiska barabar, mix hamma funksiya bor. Bu yerda endi sizlarga qo'shimcha udobstvolar qo'shilgan bo'ladi. Xo'p, Super Spa ponni kiyimingizni achiska qilib beradi, tozalab beradi. Xo'p, qo'shimcha palaskani 1 martadan 5 martagacha qo'shimcha zamach kirni yutib yuvadigan funksiyalarigacha qo'shilgan. Bunimizning narxi hozirgi kunda 4 million 900 ming so'm. Xo'p, endi LG'imizga keladigan bo'lsak, LG 8 kiloligi, 7 kiloligi bor. Ikkosining ko'rinishi deyarli bir xil. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, faqat bunisi turbo vash deyiladi, bunisi oddiysi. Xo'p, ikkosida ham Wi-Fi upravleniya bor, telefon orqali boshqarishlar bo'ladi. ZenQ programma bilan ikkosi ham ishlab beradi. Ikkosini farqini ko'rsatamiz. Ichi gabarit deyarli bir xil. Mana ichini ikkosiniki ham solishtirib ko'rsangiz bo'laveradi. Buni ichi, buni ichi. Ikkosi bir xil, ko'rinish, dizayn hamma yo'q bir xil, faqat 7 kilo, 8 kilo. Bunimizda bistristiki 30 minutlik bo'lsa, bunda 14 ta funksiya bo'lsa, ikkita funksiyasi par bilan ishlasa, bunimizda turbo vash rejimi bo'ladi. Bistrikasi 14 minutlik. Qo'shimcha bu yerda ikkita funksiya par bilan ishlasa, turbo vash ham qo'shilgan. Bu nima qilib beradi deb ko'pchilik so'raydi. Masalan, oddiy kir mashinalarda turbo vash bo'lmasa, 2 soat, 3 soat yuviladigan funksiyadagi kiyimlarni 59 minutga qo'yib turib, turbo vashga qo'yib turib, 59 minutda xuddi 2 soat, 3 soat yuviladigan sifatda yuvsanglar bo'laveradi bemalol. Hop, ichlarini ko'rsanglar bo'ladi. Qo'shimcha karcher qo'shilgan bo'ladi. LG'larning fishkasi shu, qo'shimcha karcher bo'ladi. Karcher bilan urib, suvlarni kirlarni toza qilib yuvib, chayqab beradi o'zi. Yuvayotgan paytda ham yana double bed qilsanglar bo'laveradi, yana kir qo'shsanglar bo'laveradi. Hop, endi bu kir mashinamiz Seventage brendidan 10 kilolik bo'ladi. Hop, LG'da nima bo'lsa, bunda ham xuddi shu motor LG'diki DD motor, ya'ni bezremen motor bo'ladi. Hop, bunimizda ham shunaqa DD motorli. Hop, bunda funksiya ko'proq bo'ladi. 16 ta funksiya, achiska baraban, par, hamma funksiya bor. Bunimiz Pony sensor tabloda ishlaydi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bu tomonda ham qo'shimcha funksiya. Tablo mana bu yerda. Dizayn vobshim yorgan lekin. Xo'p, buni yaxshi tomoni mana yuvayotgan paytinglarda kiyimda dog' bo'ladi. Dog'ni, masalan, qanaqa dog'ligini tanlasanglar bo'laveradi o'zida. Jirmi, masalan, ayollarda ko'proq bo'ladi. Kosmetika dog'larimi, malako, shunaqa narsalarni o'zingizlar tanlasanglar bo'laveradi. Ichini ko'rsatamiz. Ichi silishkim katta. Lekin buni ichi katta bo'lganiga qaramasdan, 2 kishilik par ko'rpalarni ham bemalol yuvaverasiz. Masalan, ozroq kir yuvsangiz ham, necha kilo kir yuvsangiz, shunga qarab turib rasxod qilib beradi. DD motorda zo'r tomoni shu bo'ladi. Necha kilo kir solasiz, shunga qarab turib rasxod ketaveradi. Remen motor ham yomon emas, olib ishlatsa bo'laveradi. Bu ham yaxshi yuvishga ham, kimgadir u yoqadi, kimgadir bu endi. Xo'p, narxlari bilan tanishtirib o'tib ketamiz. LG'miz 8 kiloligini 5,5 million so'm qilib beryapmiz. Bunisi bo'lsa 5 million 300 ming so'mga chiqib, hozir narxi tushib qolgan. O'tgan safargi videomizda 5 million 700 ming so'mda adashmasam. Xo'p, Seventage brendidan bu kir mashinamizning narxi 5 million 200 ming so'm, 10 kilolik bu, DD motorligi. Xo'p, endi 6 kilolikni, masalan, DD motorini so'raydiganlar ham bo'ladi, yaxshiroq brenddan deb. Lareto LG'da zavodida yig'iladi deyishyapti hozir. Menimcha shunaqa ham bo'lsa kerak. Deyarli bir xil LG bilan nima qilsa, bu ham xuddi shu vazifani bajaradi. Bunimizda lekin funksiya ko'proq LGdan ko'ra 14 ta funksiya bo'lsa, Samsungga o'xshab bunda 1 martadan 5 martagacha chayqashi, qo'shimcha yutadigan funksiya zamachiv, lo'kkaylashga dazmoli bo'ladi. Rejimlardan ancha-muncha yozib beradi. 6 kilolik bular. Ichi gabariti lekin 7 kilolik ba'zi kir mashinalar bilan bir xil bo'ladi. Gabarit ancha katta bo'ladi, ko'rsanglar bo'laveradi. Sifatda zo'r, tavsiya qilinadi. Uyga ro'zg'orga olib ishlataman desangiz, tavsiya qilaman. Zo'r kir mashina, 10 yil motorga 3 yil o'ziga garantiya beriladi. Bunisi ham narxi bir xil. 4 million 100 ming so'mdan. Bunimizda ham narxi tushib qoldi sal. Xo'p, rangida farq bor xolos. Kimgadir seriya ochirog'i, kimgadir seriya to'qrog'i, shunaqa to'liq oynaligi. Bunda bu yerdan tortib ochiladigan. Kimga qaysinisi yoqadi, o'zingizlar tanlab olaverasizlar. Bu yoq endi o'zingizlar didinglarga havola deydi-yu. Samsung brendimiz, bu ham mirovoy brend, ancha hamma taniydi desa ham bo'laveradi. 6,5 kilo, 7 kilo, 8 kiloligi ham bor bunimizda. 6,5 kiloligining narxi 4 million 300 ming so'm. Oq rangda bo'ladi, 6,5 kilolik, knopka orqali boshqarsangiz bo'laveradi. Bunda ham 14 ta funksiya, 2 ta funksiya par bilan ishlaydi. Qo'shimcha chayqashi, zamach yutadigan funksiyasi bo'ladi. Xo'p, bu 7 kiloligi, 7 kiloligida dazmol ham qo'shilgan. Bunisida dazmol bo'lmasa, bunisida dazmoli ham bor. Funksiya ko'proq bo'ladi ikkita
ikkita funksiyasi par bilan ishlaydi. Bunda ham qo'shimcha chayqash, zamachev, kir bilan yutish, dazmol bo'ladi. Samsungning zo'r tomoni, Samsung qilgan narsasi EcoBubble bo'ladi. EcoBubble sistemasida ishlaydi. Parashodni bu yoqqa solasiz. Hamma kir mashinada barabanga promoy olib tushsa, bunda barabanda ichiga emas, o'zini ko'pirtiradigan apparati bo'ladi. Shu apparatga olib tushib turib, ko'pigini keyin barabanga beradi. Ko'pik bilan yuvadi kirish, shuni hisobiga ham tozaroq yuviladi. Xo'p, hozirgi kunda eng uzoq garantiya berilayotgan brend Samsung. 20 yil motoriga, 10 yil stadion tentiga, 3 yil o'ziga garantiya beradi. Tenti ham keramikskiy bo'ladi. Xlorli suvlarda, yerdan chiqadigan qattiq suvlarga chidamli bo'ladi. Tent chirimaydi. 10 yil shuning uchun garantiya beryapti. Ishonmasa garantiya ham berilmaydi katta brendlarda. Hop, ichini ko'rsatamiz. Ichi ham ancha katta. Ko'rsanglar bo'laveradi. Bitta ro'zg'orga yeta boshladigan narsa. Olib maza qilib ishlataverasiz. Bu tomonimizda Avalon bor. Avalonni ham so'rashyapti. Hamma kilosidan bor. Endi ochig'imiz 6 kilolik ekan. Bunda ham yangi chiqqan modeli. Avalonni ham ko'pchilik taniydi. Inverter motorli pastoklarga ishlayveradi. Deyarli hozir hammasi inverter motor, ko'rsatayotganlarimiz pastokga ishlayveradi. Ko'pchilik so'rayapti, pastokka ham ishlaydimi deb. Ichi gabaritini ham ko'rsanglar bo'ladi mana. Bunda ham 6 kiloligida ham sal kattaroq bo'ladi. Avalonda ham gabarit. Bu yerda ikkita funksiyasi, bunda ham bitta funksiyasi par bilan ishlaydi ekan. Bu yerda ham tablodan, knopka tablodan boshqarsanglar bo'laveradi. Achitga barabani par bor. Bu ham Remen motorli bo'ladi. BLDC Remen motor. Beko brendimiz bor. Rossiyada sborka bo'ladi. Buni ham ko'pchilik so'raydi. Buni ham funksiyasi ko'p. Bluetooth orqali o'zini programmasi bor. Shuni yuklab ishlasanglar bo'laveradi. Steam ya'ni par bor bunda ham. Hop, achitga baraban hamma yo'g'i bo'ladi. Bu tablosi sensor orqali boshqariladi. 2 qavat oynali bu ham. Narxi 4.300.000 so'm. Avalonimizni hop, hozirgi kunda 4.400.000 so'm qilib beryapmiz. Samsung narxi 7 kiloligi 5.300.000 so'm. 5.300.000 so'mga chiqadi. Hop, Samsung LGdan qolishmaydigan eskidan konkurent bo'lib kelgan firma qaysinisi bo'ladi? Uyga ro'zg'orga tavsiya qilinadi. Haqiqatda sifati zo'r. Hozir narxlari ancha tushib qolgan payt olib ishlatib oladigan payti lekin 8 kilolik 16 funksiya gabarit ancha katta. Standart 8 kilodan kattaroq bo'ladi. Ba'zi bir 8 kiloliklarni ko'ryapmiz, ancha kichkina chiqyapti ichi. Buning lekin ichi haqiqatda 8 kilomi 8 kilo. Bir qavat oyna. Bunda oldida shunaqa oynasi yo'q, yopib turadigan. Endi bu oyna nima qilib beradi deb ham ko'pchilik so'rayapti. Nima qilib beradi? Uni ham bir yo'l tushuntirib ketadi. 2 qavat oyna oldingiz masalan, ko'pchilikni hammomga qo'ymaydi, hammomga qo'yish ilojisi yo'q. Mebelni ichiga qo'yib yuboryapti, oshxonaga qo'yyapti. Shuning uchun hali yopig'ini olgan yaxshi deb o'ylashyapti. Lekin foyda ziyoni unaqa katta nima qilmaydi. Ishlashiga farqi yo'q demoqchiman. Bu ham inverter motor, kir mashinamizga keladigan bo'lsa, 10 yil motorga 3 yil o'ziga servis tomonidan garantiya beriladi. 16 funksiya Yevropa standarti bo'yicha ishlab chiqarilgan. Shuning uchun inglizchada, ruschada yozilgan bo'ladi. Ham inglizcha, ham ruscha. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, shuni o'qib turib qo'ysanglar bo'ladi. Bu tablo ham knopka orqali boshqariladi. Qo'shimcha funksiyalar bu yerdan qo'shsangiz ham bo'laveradi. Bunimizning narxini hozirgi kunda 3,5 million so'm qilib beryapmiz. Pastda turgani 10 kilolik Premier'diki. Premier'da ham ancha xalqimiz tanib oldi. 16 ta funksiya o'zbekchada ishlaydi. O'zbekistonning haqiqiy brendi. Xo'p, motoriga 10 yil, o'ziga 3 yil garantiya beriladi. Digital inverter, Samsung bilan inverter motori bir xil bo'ladi. Xo'p, ichlari ham ancha katta. Ko'rsanglar bo'ladi. 10 kilo so'raganlarga bu ham tavsiya qilinadi. Siz olib ishlatsangiz bo'laveradi. A3+ klassda 900 ekonom qilib ishlayveraveradi. Bunimizning narxi 5.100.000 so'm. Buni 8 kiloligini so'raganlarga 8 kiloligi ham bor mana. 8 kiloligini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rinish hamma yo'g'i bir xil, kilosi ozroq, 8 kilolik. Bunda ham o'sha 16 funksiya, 3 ta funksiya bu bilan parda ishlaydi. Bu tomon knopka orqali boshqarsangiz bo'laveradi. 2 qavat oynali. Bunimizning narxi ham hozir ancha budjetli narxlar tushyapti. 3.300.000 so'mga bemalol xarid qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, LGda 6 kiloligini so'rayotganlarga 6 kilolik modelimiz ham bor. Bunimizning narxi 4.200.000 so'm. 10,5 kiloligi bor. 10,5 kiloligi ham 7,5 million qilib beryapmiz. Endi yana dunyo brendidan, mirovoy brenddan LGdan qolishmaydi. LG motorini ishlatib, kirmoshdan ishlab chiqarishgan, ya'ni Didi motor, Chesterlanli Remen motor. Remen motor bo'lmaydi. Necha kilo kirsa olasiz, shunga qarab turib o'zi rasxod qilib beradi. Qo'shimcha spray wash degan funksiyasi bor. Tepadan LG ga o'xshab kachir urib turib, suv bilan kirizni zo'r qilib chayqab beradi, zo'r qilib yuvib beradi. Ichini ko'rsatamiz. Ichi ancha katta buni ham. Bemalol olsangiz bo'laveradi. Bunimizni ham hozir skidga qo'yganmiz. Narxi 4.200.000 so'm. Xo'p, agar sizga masalan hozir aytmay o'tib ketgan texnikamiz kilolari hammasini ochib qo'yish ilojisi yo'q. Hamma kilosini ochib qo'yish ilojisi yo'q. Lekin hamma kilodan o'zimizda mavjud, sklatimizda bor. Bemalol so'rasangiz bo'laveradi. Agar maslahat kerak bo'lsa uyingizga
kir moshina olishda bemalol shu pastdagi nomerlarga telefon qiling, o'zimiz chiroyli holatda, arzon narxlarda uyingizgacha yetkazib beramiz.